Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlaymayız. Leksiya da size gayet olacak. Washington'da sözleyimiz bugün Çiğsağ 2026 yıl 4. ayının 11. günü yaptık şembe vatandaş. Sizlerge avval leksiyalarımızı sözleştin, avval biz hazırlıkı umumi vaziyet. Doğrusu da bir işki kelime söz bilen toxtulup öteyle vatandaşım. Bugünkü vaziyetimiz ne? Sahtündü gölletin yakı 10. gün Beycan'da Xitayning işki partiyasi, Kuomintang partiyasi hazır hakimiyet sırtıda. Kompartiyasi hazır mustabit hakimiyetinin sahnesinde. Bu işki partiya Beycan'da söhbet ötküzdü. Partiya başlıklı sekreter Xi Jinping Cumhuriyet Kompartiyası Jing Liwen Hanım. Jing Liwen Hanım Tayvan Kuomintang Partiyası'nın reisi. İşte partiye söhbet ötküzüldü. Bu doğru haberler xilma-xil vatandaş. Xilma-xil degan sözden özü biz nima dedik? Birinci qatam 180 gradus. Vaziyet 180 gradus o'zgardi dedik vatandaş. Endi bugun 24 saat o'tgandan keyin vaziyet yana 180 gradus o'zgarib, asladiki o'rniga qaytar joyiga qaytdi vatandaş. Siyaset mana. Bir yerde siyaset mana degende baştan ahir men sizlarga shunday so'zlab kelyapman. Amerika Qo'shma Shtatlarda siyasetle emas, siyaset en büyük san'atdir. Siyaset en büyük san'atdir vatandaş. Hazır bundan liksiyalar tüvede anlayışlar ve sözlerimiz hazır. Bu bir vaziyet memlekette, ikinci çoğu vaziyet hazır. Amerika Qo'shma Shtatlarning muavin prezidenti Vance bugün Pakistan'da İslamabad'da Amerika-İran söhbetiga o'tirdi. Biz bu söhbetning Amerikaning maqsad muddai bo'yicha natijalik bo'lishini qo'llaymiz, quvvatlaymiz vatandaş. Vaziyetning uchinchisi vatandaşım hazırla İstiqlal TV'de shunda ishga xabar keldi. Bu xabar biri o'ylanishga tegishli xabar, yana birisi cho'chishga tegishli xabar. Birinchisi o'ylanish tegishli xabar. Afg'oniston-Pokiston tinchlik suhbati mustamlik Uyg'uristonning Urumchi shahriga o'rlashtirildi. Xo'sh, bizning birlashma tasavvurimiz yoki bog'lab tasavvur qilish odatimiz bo'yicha sen tunugin Beyjingda 10. kuni Tayvan Jungo Kompartiya Kuomintang partiyasi Xitoyning ishki partiyasining suhbatini o'tkazdim. Nimishqa dal mushu kunda Urumchida Pokiston, Afg'oniston ikki davlatning tinchlik suhbatini Urumchiga o'rinlashtirdim. Men bu savolni hozir qo'ydim. Mushu savolda, mushu maydonda bo'lgan muxbirlarmi shunda savol qo'yibdi vatandash. Nimishqa Pokiston, Afg'oniston tinchlik suhbatini Urumchiga o'rinlashtirdinglar debdi buningga. Bayanatçı Linjian mı cevap verilmedi? Kördünüz mü maaşına vatandaşım? Bunun da logikli hulası şundak buludu ki, bugün Tayvan'ın takdiri Uyguristan'ın takdiriyle bağlanıp kaldı mı? Ya ki Uyguristan'ın takdiri Tayvan'ın takdiriyle bağlanıp kaldı mı? Bu işki mesele halkara sahnede, halkara siyaset sahnesinde qanday hal qilinishi kerak? Qaysi yo'sinda hal qilinishi kerak? Endi muşu vaziyetlerinin üstüne belki hemmesi tam beraber kildiğin bir vaziyet neyimiz dedik. Ben başta ettim. 180 gradus vaziyet özgerdiğini diyeyim. Bugün yani bu vaziyet 180 gradus kaynak kayıtıp geldi dedi vatandaşım. Kandaksı'ya kayıtıp geldi. Amerika Qo'shma Shtatlar Avam Palatası. Mesela alaylı Tayvan münasebetleri kanuni ilan kılınğanlığının, yani imza koyulğanlığının 47 yıllığı hatırlaş günüde. Xaybov, Xitayça. Xitayça bir elbette enanızki tercümesi anlaysız. Xaybov. Tam bu çaplığın tahtaylık suret, tahtılık suret. Tahtılık surette hem söz hem suret var. Bu suret Amerika Qo'shma Shtatları prezidenti Donald Trump'ın sureti. Ramkişçide, yoki taxta ustida. Shundaqla Tayvanning prezidenti Lai Ching-dayning surati.
İşte devlet sureti, işte prezidentin sureti bir ramkının içine elindi ve taxtada xaybav, yani ciddi haber tariqisi oturup koyuldu hem şu günü Tayvan münasebetleri kanuni ilan kılınğanlığının 47 yılı hatırlar. Vaziyet kanda özgürlük vatandaş. Sen çünkü Kompartiyası Beijing'de Tayvanlık Cengvilli hanımla muhbirlerini kütübeleş yığınığı uğurlaştırıp yani üzerine muhbirleri kütübeleş yığını beyran kıldın. 20 yılda toksip koydun. Bunun için sen Kuomintang Partisi'nin reisi Cengvilli hanımga satçılık, yüzünü tüküşten ibaret satçılıkta peyda kıldın. Yani Cungo Kompartiyası Cungoluk kelliğini bir katım ispatlap koydun. Ama bu çıkıdı. Bu vaziyette hazır bu vaziyetimiz 24 saat içinde 180 gradus özgürüp oturup ütüp yani 24 saat içinde 180 gradus özgürüp yok öttü. Demek ki gün Beijing'de Cengvilli hanım bilen Kuomintang Reis Xi Jinping Kompartiya kişisel sohbeti ve bugün Amerika Avam Palatası Tayvan münasebetlerini hatırlaştıran 47 yıllık könüde yukarı xaybav, yani ciddi haber Prezident Donald Trump bilen Tayvan'ın prezidenti Lai Ching-te'nin suretinin bir ramkıga elinişi vatandaş bu alem için özgür 24 saat çizdi. Vaziyetimizden 4.'si mi ya ki 5.'si vatandaş. Bunu da çok iyi dedim mi Uygurlara? Hazır Türkiye parlamentindeki Milletçi Partiye Bahçeli ve onun hemkarlaşıcı başka partiyeler birleşip ötken doktora koyulgan hazırki dünyadaki Amerika, İsrail'e ittifakı karıştırış ve bunun için Türkiye, Xitay, Rusya ittifakını kuruş. Doğrusudaki teşebbüsünü emelileştirip bu kıtım bu yığın, yani bu muhakeme yığını Moskova'da içildiğin bottu. Demek Moskova'da İstiklal TV'nin bugünkü haberi. Moskova'da içildi, muhakeme kılındı, yani Moskova'da bu ittifak kurulandı. Bugünkü kündür Rusya Xitay cüret kılıp Amerika, İsrail'e karşı bir teşkilatka, bir ittifaka arlaşamdı, katlaşamdı. Hazır Xitay'ın derdi üzüçe, Rusya'nın derdi üzüçe, Türkiye bu aralıkta nimi rol oynaydı. Biz Uygurlar bugün 35 milyon Uygur, Türkiye ve Türkiye parlamentindeki Milletçi Partiye reisi, Bahçeli ve onun hemkarlaşıdığın Topsakal katarlı kişilerin bu yığını emelden kaldırışını 35 milyon Uygur halkı iltica kıldı ve ümit kıldı. Türkiye parlamentodan ümit kıldı. Bugün biz Uygurların meydanı İsrail'e Amerika ittifakını kollayımız. Moşu. Cahan sahnesinde ötken dedik biz, bir Türk kardeş şundak dedi, Uygurlar Amerika peresiz biz şundak. Cahan sahnesinde biz Amerika peresiz. Amerika İsrail'e kollayımız. Moşundak avvalası da Türkiye, karındaş milletlerimiz Katar'daki Türkiye, Xitay ve Rusya ile birleşip Moskova'da Amerika İsrail'e karşı, İsrail'e ittifaka karşı bundak muhakeme ve yakın şundak ittifak kuruşu tereddüt kılıvatkan bolsa biz birinci bulup bununla karıştırımız hem Türkiye parlamento ve Türkiye hükümetinin oyluşup iş kılıdığanlığı ve bundak işlerini emelden kaldırdığanlığı işinmez vatandaş. Bu vaziyette umuma bayan sizlerge vatandaşları. Enlik tazir ettim ben sizlerge vaziyet doğrusu. Endi anlayısız kısa haberlerden kırağa. Ekranda Cengvilli Cungo'nu ziyaret kıldı. Kuomintang Hakimiyet Sürtke Partiya Kuomintang Partiyası'nın reisi Cengvilli Cungo'nu ziyaret kıldı. İrişken 4.4 neticede Tayvan devlet içinde vaziyet yönelişini özgertip etti. Cengvilli bu katımkı seferde 4 türlük ciddi signal elip geldi Tayvan'a. Tayvan'da vaziyet yönelişi özgürüp gitti. Çiğ göz karaşlı. Torbiti 4. ayının 11. günü yutu. Endi ma haberimizge karaysiz hazır sözüldük umuma bayan
ekranda Amerika hükümet taraf, Amerika Tayvan diplomatik münasebet ornatamda Xitay cümlesi şundayken ben Uyghur tiliga şunda tercüme kıldım. Amerika hükümet taraf ya şunda ilan kıldı demepti, aşındak dedi. Amerika hükümet taraf, Amerika Tayvan diplomatik münasebet ornatamda sorak belgesi. Prezident Donald Trump bilan Tayvanning prezidenti Lai Ching-tening surati tunji qitim bir ramkaga elindi. Prezident Donald Trump bilan prezident Lai Ching-tening suhbati tuyuqsiz o'ttirg'i chiqdi. Diqqat bu shu jumlaga. Prezident Donald Trump bilan prezident Lai Ching-te suhbati tuyuqsiz o'ttirg'i chiqdi. Beijing Dishki partiya Kuomintang Kompartiya. Şuna münasebet muamelesi lekin meyadimi deydi prezident Donald Trump bilan prezident Lai Ching-te suhbati tuyuqsiz o'ttirg'i chiqdi. Ünleş belgisi. Aslı mavzu vatandaş. Amerika amaldorlari. Mana shundaqa. Amerika Tayvan diplomatik munosabat o'rnatamdi. Amerika amaldorlari mundaq dedi degan gap yo'q. Yoki mushundaq bayon qildi degan gap yo'q. Bu faqat jumla shundoq gapdi vatandaş. Amerika amaldorlari Amerika Tayvan diplomatik munosabat o'rnatamdi. Prezident Donald Trump bilan prezident Lai Ching-tening surati bir ramkaga elindi. Jinglibin bilan Xi Jinping suhbati shu hamon tugashdi. Anaqa prezident Donald Trump bilan prezident Lai Ching-tening surati bir ramkaga elindi. Xi Jinping bilan Jinglibinning suhbati shu hamon tugashdi. Şimali Amerika Wang Li torbeti 4. ayının 11. günü yutup bugün. Endi muşu makalının asızdaki bir qor tushundirishimizda bu tushundirishga diqqat qiling vatandaş. Amerika Qo'shma Shtatlari Avam palatasi Tashqi munosabatlar komitetining jiddiy xabari. Amerika Qo'shma Shtatlari Avam palatasi Tashqi munosabatlar komitetining jiddiy xabari. Başta Xitay tilida haybov dedik mi? Ciddi xabari. Prezident Donald Trump bilan prezident Lai Ching-tening suratini bir maydonga qo'ydi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump bilan Tayvanning prezidenti Lai Ching-tening suratini bir maydonga qo'ydi. Vaqt dal Jinglibin bilan Xi Jinping Beijingda suhbatlashgan vaqtga to'g'ri keldi. Tashqari dünya bu xabarni Amerika Tayvanni qo'llaydiganligi to'g'risida signal qo'yib berdi deb tushundi. Bu qatimqi xotirlash Tayvan munosabatlari qonuni ma'qullaganligining 47 yilligini kutish xotirlash bo'lib qolmasdan balki texmi ilgirlab fikr qilsak Beijing tarafga shundoq ko'rsatib qo'ydiki Tayvan masalasi Jungo Kompartiyasi öz aldığı prinsip belgileydiğin mesele emas. Ana vatandaş 24 saat içinde. 24 saat siz bu 24 saat siz Beijing'de söhbet. Xitayning ichki siyosiy partiyasi Kuomintang Kompartiya. İchki rahbari Xi Jinping Jinglibin xonim. Hozir endi bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlarida Avam palatasida haybov. Tayvan munosabatlari qonununa imzolanganligining 47 yilligini xotirlash. Tam esilgan suratda, ya'ni hayboya jiddiy xabar deb esilgan surat taxtasida Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump bilan Tayvanning prezidenti Lai Ching-tening birga tushgan surat emas, ramkachidagi bir surat. Ramk ichiga elingan surati. Tam esildi vatandaş. Mana bu nima deyman? Amerikada siyoset deb ism bilan kelib turadigan narsa emas. Amerikada siyoset o bir san'at. Mana savaşadigan bunday qildi. Men boshda aytdim, to'rbatlarda hozir Tayvan tugashdi. Minjindan Taraqqiyot partiya, Demokratiya partiyasi tugashdi.
Leyçildi, prezidentinin makanı taraydı. Hiç yaki baranmaydı, Amerika'dan bir ötmekçiydi, çıgırak kiremeydi. Ütenmeyi tuş gitti torbette. O torbetler bu haberde kömegendik. Tak beş mi de, ma haberde kögen bolsa, o torbetler neme deyden haberden de şey. Ben bak haberimiz tügüde. Endüstrili geçirdiğimiz bak karattırına. Mevzu sanat dedim ko, siyaset sanat dedim, bana karattırına. Xi Jinping olan Jin Liben görüşkenden keyin Beijing'de, Washington. Beijing'ni Tayvan Demokratiya Taraqqiyot Partisi bilan dialog ilishqa haydakchilik qildi. Ko'rdingizmi? Endi Kuomintang partiyasi ishga partiya, Xitoyning ishga partiyasi ish bo'ldi Beijingda suhbat. Endi Tayvandagi 3-chi partiya. Hokimiyat başında turayotgan partiya, Demokratiya Taraqqiyot Partisi, prezident aytdi. Endi sekreter Xi Jinping siz bu kishi bilan suhbat qilasiz. Allah kevetende sanat mı ki? Hazır me oylanmış beytte anlık fikir kılışı bildiğin Tayvanlık sarav. Tayvan Xitayları sarav götürdüler. Bu 24 saat 101 vatka işim ama var. Yani aşağıda safır kılıp aşağıda oylaşan buldular. Endi habermanda başlandı bak haberini alıyordum. Washington, Amerika Qo'shma Shtatlar Devlet Mahkemesi 4. ayının 10. günü Cumhuriyet Kompartiya rehberleri qartib, devlet reisi Xi Jinping'nin Tayvan'daki muhim ökçü partiya Kuomintang'ның reisi Jin Liben bilan Beijing'de söhbet ötkazganligi to'g'risida mundaq bildirdi. Amerika Tayvan bo'g'zining muqimligiga kuch chiqaradi. Hem Tayvan bilan Cumhuriyet'nin söhbet qurishini qo'llaydi. Amerika Cumhuriyet'nin Tayvanga besim ishiltishiga to'xtatish to'g'risida haydakchilik qiladi. Tayvan bilan Cumhuriyet ahamiyatli söhbet o'tkazishi lozim. Balki ahamiyatli ishga qirg'oq aloqa munosabati Beijing rahbarlari qatlami bilan Tayvanda saylamdan o'tgan doiralar o'tirisidagi oldingi shart qo'ymaydigan suhbatga salmoqliq e'tibor berilishi lozim. Cumhuriyet Kompartiya sekretari, Cumhuriyet'nin reisi Xi Jinping shu yer vaqti haftaning 5. kuni Beijing Xalq sarayida Tayvandagi eng zo'r o'qituvchi partiya Kuomintang'ning reisi Jin Liben bilan suhbat o'tkazdi. Xi Jinping suhbat jarayonida mundaq dedi: Tayvan mustaqil bo'lishga hargiz yo'l qo'ymaymiz. Jin Liben ham Tayvan mustaqilligiga qarshi turamiz dedi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkemasi bir nafar bayonotchi Beijingda suhbat oxirlashgandan keyin Amerika ovoziga mundaq dedi: Amerika Cumhuriyeti bilan Tayvanning suhbatlashishini qo'llaydi. Tayvan bo'g'zi ixtiloflarni majburlash bo'lmagan ahvol ostida ishga qirg'oq xalqlari qabul qila oladigan shaklda hal qilishi lozim. Davlat mahkamasining mundaq ifoda bildirishi o'tgan hafta Beijingda suhbat boshlanishdan burun bayonotchi ifodalagan fikr bilan o'xshash edi. İsmini oshkorlashni xohlamaydigan bu nafar bayonotchi bir parcha bayonotida mundaq degan edi: Amerika Tayvan bo'g'zining tinchligi va muqimligini kuch chiqarib qo'llaydi. Amerika Tayvan bo'g'zi ixtiloflarining eng oxirgi hal qilish loyihasi to'g'risida har qanday maydon qo'llanmaydi. Bu nafar bayonotchi bayonotida yana biz, ya'ni Amerika her qanday bir tarafning hozirgi holatni o'zgartishiga qarshi turdi. Biz, ya'ni Amerika Tayvan bo'g'izida ishki qirg'oqning suhbatini va muqimligini qo'llaymiz. Biz Tayvan bo'g'izidagi ixtiloflarning majburlash bo'lmagan ahvol ostida tinch vositalar orqali hamda ishki qirg'oqdagi xalqlar qabul qila oladigan darajada hal qilinishi lozim deyildi bayonotda. Bu bayonotchi bayonotida yana mundaq ko'rsatdi:
İşki qırğaqның ahmiyetlik alaqa münasibetli buluşu. Beijing rəhbərlik qatılımı bilən Tayvan saylamdan ötken dairələr o'ttirisida oldingi şart qoymaydigan söhbətə köprək itibar berişi. O'xshashla Tayvandagi barliq siyosiy partiyalarning hammasi bilan aloqa munosabatda bo'lishini o'z ichiga oladi. Mayadagi inchki bir taraf qaraldingiz vatandosh. Tayvanda saylamdan o'tgan jumla qarang. Herkes Tayvan'ın hakimiyet beşideki partiye, Demokratiya Teraqqiyat Partisi diyenini eğiz almagan gap. Ma siyaset sezgürlükçü mü vatandaş? Ama Tayvan'da saylamdan ötken partiye bilen mi? Beijing söhbet kuruş lazım. Biz izchillarda Beijing'den Tayvan'a harbiy besem işletmesiga haydakchilik qilib keldik. Diplomatiya ve iqtisodiy besem işletmesiga ham haydakchilik qilib keldik. Aks Tayvan bilan ahmiyetli söhbet elib berishga haydakchilik qildik deb ko'rsatildi bayonotda. Xi Jinping ziyoratga yetib kelgan Jing Liwen xonim qatorliq bir guruh kishilar bilan suhbat o'tkazganda mundaq ta'kidladi. Jungo Tayvan mustaqil bo'ladi deydigan maydon qat'iy yo'l qo'ymaydi. Jing Liwen ham mundaq bildirdi. 92-yildagi o'rtaq tunush Tayvan mustaqilligiga qarshi turish Kuomintang va Kompartiyaning o'rtaq siyosiy asosidir. Dedi ve Tayvan bo'g'izi qayta yoshirin to'qinishdan qiziq nuqtasiga aylanib qolmasligi lozim. Shundaqla chet el kuchlari aralashadigan shaxmat taxtasiga aylanib qolmasligi lozim. Mushabtining 2-chi kuni u o'zi, ya'ni Jing Liwen aytgan tinchlik safari bilan Beijing ziyoratga kelib, Jing Liwen suhbatdan keyingi muxbirlarni kutib olish yig'inida mundaq dedi. O, ya'ni Tayvanning hakimiyet sirtidagi partiyasi Kuomintangning raisi Jing Liwen suhbatni ishga qirg'oq munosabati va tinch yo'l bilan taraqqiy qilishni tuzumlashtirishdan Xi Jinpingning oldiga qo'ydi. Tinchlik ramkasi paydo qilish, siyosiy ishonch o'rnatish, Tayvanning xalqaro makonini ilgari surish va kengaytirish, rayon doirasida iqtisod birlashtirishga qatnashishiga va shundoq yo'nalishga qatnashishiga yo'l qo'yish to'g'risida bildirib o'tdi. Bu bir maydon Jungo Kompartiyasi bilan Kuomintang ishki partiya rahbarlarining uchrashishi va suhbatining mazmuni to'g'risida Tayvanda hakimiyet beshidagi Demokratiya Teraqqiyot Partiyasi Prezident Mahkamasining bayonotchisi go'yo mundaq ko'rsatdi. Kuomintang bu uchrashishda Jungo tarafning ishki qirg'oq bir Jungoga mansub deydigan siyosatini mazmun qilgan 92-yildagi o'rtaq tunush, ya'ni ishki partiyaning nishoni o'xshash nishoni qildi. Hamda Jungoning safsatasiga moslashib, xalqaro jamiyatda Tayvan bo'g'izining tinchligiga ko'ngil bo'lish va qo'llashni chet el kuchlarining aralashishi dedi. Tayvan Prezident Mahkamasi mundaq o'zining salohiyatini yo'qotish ve özünü pichaklashtirish hareketlerine ming afsus deydi. Ve 92-yildagi o'rtaq tunush degan so'z bor. Xitoy ko'tarib olgan, Kompartiya ko'tarib olgan mevzuni esingiz bir jumla. Her kim o'zining so'zini so'zlash. Tayvan o'zining so'zini so'zlash, Jungo o'zining so'zini so'zlash. Bu nuqtada aytgan vaqtda bundan ortiq masala yo'q. Xitoy nimishga esib oldi? Esildigan yo'q, zanjir yo'q, esildigan halqi yo'q. Destek yo'q. Tayvan to'g'risida Xitoyda destek yo'q. Şunlaşkın muşunun ovası mı esnaf oldu diyen gebaş. Vatandaş. Bunun hemmez mevzi bu ortak tunuştan her kim üzünün sözünü sözleşti gibi. Tayvan Kuruluk Komiteti hem bayanat ilan kılıp Kompartiya ve Kuomintang işki partiyanın görüşüşte 92-yili ortak tunuşni qayta şeriyligenlikini
Tayvan mustaqil bo'lishga qarshi turishni o'rtaq siyosiy asos qilganligini qattiq tanqid qilib, g'arizi Kuomintangni yo'qotmoqchi dedi. Beijingning Kompartiya Kuomintang rahbarligi suhbati o'z oldiga yetakchilik qilganligi ichki qirg'oq masalasini ichki siyosatlashtirish, Tayvan Jungoning ichki ishi qiyofatini yoritib, xalqaro jamiyatning nazarini qolaymaqonlashtirib, chet el kuchlarining aralashishini qarshi nishoniga yetmoqchi bo'ldi. Hozir mush xabarlarning hammasini Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi bayonot shaklida e'lon qilyapti-mu. Men sizga Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasining bayonotini yetkazib o'taman vatandosh. Bayonotda mundaq ko'rsatildi. Tayvandagi 23 million millat o'zining kelgusini o'zi belgilaydi. Bu bayonot Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasining emas, Tayvan Prezident Mahkamasining bayonoti. Deydi, Tayvandagi 23 million millat va 23 million millat o'zining kelgusini o'zi belgilaydi. Bu Tayvanning bayonoti. Yuqoriqlarning hammasi mushlarni misol qilib e'lon qilingan bayonot Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasining bayonoti vatandosh. Bunun mevzusu nima? Tunigen Kuomintangning siyosiy partiya Kuomintang hokimiyat sirtida reisi Jinglibin bilan ko'rishdingiz, reis Xi Jinping. Endi bugun hech nimadan aylanmay qo'rqmay turib, Tayvanda saylandı o'tgan partiyaning rahbariyat vakillari bilan ko'rishib, mandat o'rinlashtirish deyman vatandosh. Bu uzun bo'lib ketgan bo'lsa, qanday qilamiz vatandosh? Mana ikkinchiga bo'lib o'taymi? Bunu ikkinchiliksak ayrı bitey cuma vatandaşı. Bunu ikkinchiliksak ayrı bitey. Bir otlab suçlu olay vatandaş. Ya.